Profilimda judayam aktiv bo'lgan bitta ajoyib ayolni kosmetika nabot sovg'alarini bugun birgalikda yig'amiz. Ketdik. Bu insonni yuzlarida dog'lari bor ekan, shuning uchun dog'larni yo'qotuvchi va yuzni oqartiruvchi naborni sovg'a qilishga qaror qildim. Aynan shu naborni juda ham ko'plab mijozlarimiz xarid qilishadi, chunki Lala Recipe'ning penkasi yuzni juda ham yaxshi tozalab, yuzni oqartirib beradi. Men bilan Kariz qaynonamning ham eng sevimli penkalaridan bittasi. Bunisi esa Lala Recipe brendidan Sviritka. Buni tarkibida vitamin C bo'lganligi uchun yuzni oqartiradi va yuzdagi dog'larni yo'qotadi. Homiladorlik paytimda yuzimga bir ikkita dog' tushganda aynan shu naborni ishlatganimdan keyin yuzimdagi dog'larim ancha yo'qoldi. Bunisi esa Lala Recipe brendidan yuzni namlantiruvchi, dog'larni yo'qotuvchi va vitamin C tarkibida bo'lgani uchun yuzni oqartiruvchi kremi bo'ladi. Hech qachon bu naborni hech kimga sovg'a qilmaganman, chunki aynan shu naborimiz juda ham ko'p va tez sotiladi. Bu krem esa nafaqat ko'zni tagidagi ajinlar, balki yuzdagi barcha ajinlarni yo'qotishda yordam beradi. Agar siz ham profilimda aktiv bo'lsangiz, albatta shunaqa koreyskiy uходовый naborlarini yutib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.